Assalomu alaykum. Biz yana bitta obyektimizga yetib keldik. Bu ko'rib turgan joylarni hammasini Alkefondan qilib beryapmiz desak xato bo'ladi. Sababi 15 metr uzoqlikdan qaraganingizda Alkefon bilan Tunikefon bir xil ko'rinishda turadi. Misol uchun aytaman, mana shu bunaqa joyga Alkefondan qilib beriladigan bo'lsa 25-26 dollar atrofida bo'ladi. Biz bu narsani arzonroq chiqishi uchun, keyin pramoy quyoshda yaxshiroq turishi uchun muddati turadigan muddati uzoqroq bo'ladi. Tunikefonda biz mana bu tunikadan foydalandik. Bu materialimizni 0.35 tunikadan foydalanib, zolotoy dub deydi, shunaqa dizaynda, ko'rinishda keltirib chiqardik. Buni bir yaxshi, bir yomon tomoni bor. Yomon tomonini aytganda, Tunikefonni listi bilsanglar 1.25 bo'ladi. 1.25 bo'lgandan keyin buni mana bunaqa qilib kesib chiqamiz. Kesib chiqqanimizda buni yonida отходlari chiqadi. Отходlari chiqqanda kvadrat misol uchun bu mana bu 31 sm tegi 20 bo'ladigan bo'lsa, uzunligi misol uchun 1.80 bo'lsa, 1.80 ga mana bu enilari hammasi qo'shilib ketadi. 20 hisoblanmaydi-da, tepasida mana bu katta razmerdan olib kvadrati qo'shilib ketadi. Shuni hisobiga kvadrati materiali ko'proq chiqadi. Nimaga biz bunaqa hisoblaymiz? Sababi biz rulonlar, tuniki mahsulotlarni rulonlar tonnasiga sotib olamiz. Tonnasiga sotgandan keyin, misol uchun profnastil olayotganingizda hammasi metriga hisoblanadi. Shuning uchun biz qolganlar ham, tuniki bo'nchilar ham hamma material rasxotiga hisoblab chiqadi. Mana ko'rayotganingizdek. Pramoy quyoshga chidamli bo'ladi. Misol uchun buni qalinrog'idan qilsanglar bo'ladimi deydigan bo'lsanglar, qalinrog'idan qilish shart emas. Chunki sababi shuni o'zi ham baquvvat bo'laveradi. Baquvvat chiqadi. Mana ko'rib turganingizdek, shu joyi polni hammasini chiqqanmiz. Keyin bu yoqda ventilyatsiya o'rinlariga mana bunaqa jaluzilarni qilib berganmiz. Mana jaluzilarni ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasini o'zidan qilib berganmiz. Bemalol havosi kirib chiqib ketaveradi. Buni narxlari ham kvadratiga, joyiga qarab hisoblanadi. Narxi ancha arzonroq chiqadi. Keyin bu yerda mana padakolniga o'xshagan narsalar bor mana. Tomni chetiga mana bunaqa narsa qilib berganmiz. Bilasizlar, tunikadan istalgan narsani yasab chiqarib bera olamiz. Ko'rasizlar, bu tomni tepa qismiga qo'yiladi. Tepa qismiga qo'yilganda mana bu orasidan suv o'tib ketishlari yo'qoladi. Shunday ustiga tushadi, hech qanaqa suv bo'lib yotmaydi. Keyin mana shunaqa joyinglar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun domlami, mana shunaqa binoylarmi, Tunikefondan ham Alkefonni ko'rinishini beradigan narsa chiqarib bera olamiz. Keyin Tunikefonni ozgincha plus minuslari bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Bu misol uchun mana bu ko'rinyaptimi yo'q videoda blik degan narsa bo'ladi. Blik bu soya. Soyalari har xil tushadi. O'zi materialimiz misol uchun mana bu ko'rinishi tekis turadigan bo'lsa ham, mana videoda ko'rinayotgan bo'lsa, tekis ko'rinayotgan bo'lsa, soyasini tushishi hisobiga mana bunaqa pachoqga o'xshab chiqib qolishi mumkin. Bo'ldi. Boshqa deyarli kamchiligi yo'q. Endi mana bunaqa samarezlarda ozgincha kamchiliklari bo'lmasa bo'ladi. Hozirgi kunda materialni biz 70 mingdan boshlab bugib beryapmiz. Tunikefon xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Qiziqarli ma'lumotlar olish uchun kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysanglar, bundan ham qiziq ma'lumotlarni yetkazib boramiz.